Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz 30 creeper bilan jang qilamiz. Open chest'da aytib o'tgan gapim mana o'sha armorlar bilan 30 skeletni yoramiz. Qani go bo'lmasa. O'sha birinchi darajaga ham o'tib oldik. Hamma skeletlar o'zini-o'zi yo'q qilyapti. Biz ham skeletlarni yo'q qilamiz. Skeletlar hozircha ko'p. Lekin biz ulardan qolmaymiz. Biz ularni yutishga harakat qilamiz. Agar yutsam, obuna va like bosib qo'yasizlar. Agar yutqazsam, komment yozib do'stlaringizga jo'natasizlar. Mana skeletlarni yarmidan kami qoldi. Men ularni ko'p bala qismini yo'q qilib tashladim. Men bu skeletlarni yutsam kerak. Agar yutsam, obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Menimcha yutaman bu skeletlarni, aniq yutacham. Endi tarqab ketgan skeletlarni yo'q qilamiz. O'rtadagi skeletlarni yo'q qilib bo'ldik. Bu yerda skeletlar 4 ta, 5 ta bor. Ularni ham qo'shib yo'q qilaveramiz. Mana skeletlarga qarang, qancha narsalar qo'shilib ketdi. 10 ta o'q, nashtadur bon va ko'p bala kamonlar. Biz bular kamonlarni birlashtirib, zo'r ultra kamon yasasak bo'ladi. Ultra kamon bu nima degani? Ultra kamon bu yaxshi yo'qlashga moslashgan kamon. Ular skeletdan qolgan kamonlar birlashtirmasdan yasaladi. Mana shuncha narsani olib bo'ldik. Endi faqat skeletlarni yo'q qilish qoldi, biqinlardagini. Mana shuncha skeletni yo'q qildik. Endi sizlar yutdik bu skeletlarni, yana aytgan gapim obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Va men qanaqa monsterlar bilan jang qilishimni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Men o'shalar 30 tasi bilan birga bir jang qilaman. 30 ga bir jang qilaman. Ikkitagina jon bilan bitta zombi, bitta skeletni yo'q qildim. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanalida bo'ldik. Keyingi videolargacha ko'rishguncha